Spontanda bu videoni olishga ideya kelib qoldi. Hozir 8-mart ertaga уже. Erkaklarga qizlarni sevdirishi 3 ta konkret usulini o'rgatmoqchiman. Вообще bu videoni olaman deb o'ylamagandim. Давайте sizlar bilan bu haqida gaplashamiz. Qizlarga mendan podarka bo'ladi. Обязательно obuna bo'ling, chunki bu yerda barchasi munosabatlar haqida. Давайте birinchi по klassika gaplashamiz. Sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Mana haqiqiy mujik klientlarimni ayollariga, devушкалariga qilgan sovg'alari. Buni menimcha gapirib o'tirishim ham shart emas. Просто profil shapkasida ссылкаga o'tib, ссылка orqali o'tib kanalimga xarid qilib olsanglar va ayollaringizni xursand qilsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r narsalar bor, ayniqsa oilalar uchun. Вот. Давайте endi konkretно 3 ta qadam gaplashamiz. Birinchi muhim qadam. Обязательно qizga vaqt ajrating, ayolga vaqt ajrating. Farqi yo'q, necha yoshda bo'ladi, 40 yoshda, 50 yoshda, 60 yoshda. Vaqt, mehr, e'tibor eng katta ayol uchun muhim bo'lgan punkt hisoblanadi. Ayollarga в целом erkaklardan 3 ta konkret narsa kerak. Birinchisi e'tibor, vaqt, ikkinchisi himoya, har taraflama himoya qila olish kerak, uchinchisi uni постоянно xursand qilish kerak. Постоянно. Besabab. Mana ertaga 8-mart ko'pchilik podarka olyapti, lekin bu narsani haftada bir marta qilsangiz ham shunaqa baxt beradi ayol kishiga. Ishonavering, boshqa erkaklarga dash qaramaydi ham. Farqi yo'q, 18 yoshmi, 40 yoshmi, hammada ayollarda bir xil ishlaydi bu narsa. Ikkinchisi, unga shunaqa chuvство berishingiz kerakki, ayol kishi sizga 100% ishonishi kerak. Misol uchun telefoningizni berkitishingiz kerak emas. Telefonni berkitgan erkak avtomatimcha уже ayol kishi undan sovishni boshlaydi. Telefonni bekitish, qanaqadir перепискаlarni bekitish o'zidan sovutib yuboradi ayol kishini. Siz shunaqa bo'lingki, 100% ayol sizda уверен bo'lsin, девушка sizda уверен bo'lsin, to, что hayotida siz hech kimni ko'rmaysiz mana shu qizdan boshqa. To'g'rimi qizlar? Обязательно yozib qoldiringlar. Chunki men buvchilarim bilan gaplashganimda, meni ko'nglimga g'ulg'ula solgan birinchi narsa mana shu bo'lardi. Ko'nglim avtomatim sovib ketardi, o'zimdan bilaman. Uchinchi juda ham muhim shak. Siz ayolni qiz yonida bo'lganingizda, endi общий qilib ayol deb aytaman. Prям orqasida tog'i borligini his qilish kerak. Prям to, что siz uni oldida garoy turibsiz, любой muammosini siz yecha olasiz. Misol uchun mashinasiga nimadir bo'lib qoldi yoki o'qishida qanaqadir problema bo'lib qoldi, bo'ldi, u biladi to, что sizga suyana oladi. Misol uchun oilasiga даже gapira olmasa, sizga telefon qiladi birinchi bo'lib. Chunki sizga ishonadi, chunki biladi to, что siz uni muammosini hal qilib berasiz. Agar siz qanaqadir o'zingizni olib yoki na pofig gaplashadigan bo'lsangiz, hech qaysi bir qiz bu narsani seriozno qabul qilmaydi, bunaqa отношения seriozno qabul qilmaydi. Qaysi erkakni mujik deb hisoblaymiz, orqamizda tog' bo'lib bera oladigan mujikni mujik deb hisoblaymiz va uni orqasidan yuramiz. Va teng kelmaymiz, boshqa qilmaymiz, prям orqasidan yuramiz. Tushunasizlar? Mana shu himoya hissini bera olishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Menda yuzaki narsalar emas, haqiqatan ham effektivniy bo'lgan, haqiqatan ham emotsional planda ayollarni tushunganim uchun, o'zimdan bilganim uchun sizlarga haqiqatan ham effektivniy qadamlarni berdim. Foydalanish yoki foydalanmaslik albatta sizga bog'liq, lekin har bir ayolni erkak kishi o'ylaymanki baxtli qila olishi kerak va qilishi shart. O'shaning uchun ham biz sizlarni shunaqa hurmat qilamiz, shunaqa yaxshi ko'ramiz. Doimo ayollarni xursand qilinglar va 8-mart bilan kirib kelayotgan hammanglarni tabriklayman. Kstati, bundan keyingi reelsda erkakni qanday sevdirish mumkinligini 3 ta konkret belgisini ko'rib chiqamiz. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yish sizga zarar qilmaydi. Mana siz zakazlarni chiqazishga ketdim.